Shunaqa tanishinglar o'tirib turib odamlarga ham ishonch qolmadi deb. O'zi g'irt kisavir bir mashinnik bo'ladi, odamlarga ham ishonch qolmadi. Flamingolar bilan yasha, unda ketib nima qilasan odamlar bilan yashab. O'zbeklarga umuman ishonch qolmagan deydi. Bu bor Tailandda yasha unda. Tailandlik odamlar rosa ishonchli hammasi. O'g'il bolasi, qiz bolasi o'g'il bola. Kallangni ishlar desiz emlatki qiladi-yu deydi haligi. Ashlar bizni zaharlab qo'yishi mumkin shu emlatki qilayotganda deb berdi. Qanday egasiga zaharlaydi? Sen o'zi bir kunda 12 soat uxlasang, 6 soat telefonga qarab yotsang, 6 soat ichish chekish har xil zararli narsalar deydi. Sen uchun любой ukol foydali deyman. Sen shpris ichiga sariq suv to'ldirib haydab bersam senga foydali. Men doktorda onda bo'lganda havo haydab berdim. Nima qilasan bunaqa qilib yashab deyman. Chip o'rnatyapti-kan odamlarning miyasiga deydi. Men shundan xavotirdaman. Chip o'rnatib, meni boshqarishni boshlab qoladi deb berdi. Seni miyangdagi informatsiyadan 32 li chip ham qimmat turadi-da. Seni men qaysi informatsiya? Ho'l mevani olib quritib oddiy meva qilib sotmoqchi bo'lganing insonlarga nima keragi bor deyman.